Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ayş. Ertaklar bog'i, sehrli bog'. Bu bog' Ludwigsburg qasrining ertaklar bog'iga ulanib ketgan. Ilk bor ko'rganimda o'zimni to'g'ridan-to'g'ri ertak ichida yurgandek his qildim. Ha, Ludwigsburg saroyining ertaklar bog'i shunchalik sehrli joyki, bu yerga bir kirganingizdan keyin real hayotni unutib qo'yarkansiz rosti. Ertaklar bog'i 1959-yilda ochilgan va Germaniyada bolalar uchun yaratilgan birinchi tematik park hisoblanadi. Bu yerda bolalar uchun 40 dan ortiq klassik nemis ertaklari asosida yaratilgan sahnalarni ko'rishingiz mumkin. Bu minorani ko'ryapsizmi? Rapunzel aynan shu yerdan sochini tushiradi. Haqiqiy hayotda sizning ko'zingiz oldida. Bu bog'da Hansel, Gretel, o'yinto'pas qor malikasi, uyqudagi malika, qizil shapkacha va hamma ertaklar mujassamlashgan. Eng ajoyib tomoni, bu joy nafaqat bolalar uchun, balkim bog' har birimizning ichki bolamiz uchun ham bu bog'. Aynan bahorda borishingizni tavsiya qilaman. Borsangiz meni atmetka qilib qo'yarsiz-a. Bu oddiy tabiat emas, bu qirollik nafisligi bilan bezatilgan tabiat deb ayta olaman. Bu Ludwigsburgning yuragi. Saroyning janubiy qismida fransuz uslubidagi nafislik bor. Geometrik guldastalar, mukammal simmetriya, to'g'ri chiziqlar va markazda fontanli doira shaklidagi hovuz. Barcha o'simliklar, yo'laklar, hattoki gullarning rangi ham bir-biriga uyg'un. Go'yo zamonaviy Photoshop emas, 1700-yilda chizilgan mukammal dizayn. Sizga bugungi sayohatimiz yoqdimi?